Yo, hammaga assalomu alaykum. Men bugun shaharga ketyapman. O'qishim bankrot bo'lmabdi. Va nihoyat men ham shaharga boradigan kunim bor ekan. Borgandan keyin sizlar bilan o'zim chiqaman faqat sariq kiyimlarimda. Yangi sariq kiyim olgan edim, ko'rasiz. Yo, mana onachilar shaharga ham keldi. Endi mototsiklga ketdik. Yetib keldik. Şimdi kraliçe va endi uxlaymiz. Bu yarim uxlab yuboribman. Yana hozir yo'q, mana uyg'ondik. Endi qishloqqa ketamiz. Borganda video olib yoqaman. Yo, mana obunachilar qishloqqa ham kelib oldim va o'zimning qishlog'imning qadriga yetdim. O'zimning qishlog'im baribir judayam go'zal va zo'r ekan. O'zimning qishlog'imda yuraman endi. Faqat mana shu qishloqda yuraveraman. Faqat mana shu qishloqda yuraman. Shaharga endi bormayman obunachilar. Unday bo'lsa, keyingi videoda uyimni ko'rsataman. Bu video nimaga qisqa desanglar, o'zi men bu videoni 5 minut qilmoqchi edim. Hali 15 sekund bor. Iltimos, kanalga obuna, like, kommentariya. Keyingi shu video like kerak emas. Ertagayoq
keyingi videoni boshlaymiz. Ajoyib uy quraman o'zimga, merdan olgan pulimga. Qani bunda hammaga xayr.